Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun biz sizlardan ko'pchilik so'ragan uyum uchun, xo'jaliklar uchun bitta xo'jalik yetmaydigan motobloglarida ko'rsat ukajonim deganlar uchun hozirgi vaqtda Artblock bozoridan kelib 3 million so'mdan boshlab 3 million 900 ming so'mgacha 7 tushli motoblok, undan ham qimmatroq kerak deganlar uchun undan ham qimmatroqni qo'yganmiz. Vema motoblogini so'rovchilar uchun Vema motobloklarni salarkali variantlari, benzinli variantlarini ham olib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, salarkali motobloklar narxi kanalga kirib obuna bo'lib turingizlar. Salarkali motobloklarning narxlari bilan qo'yib qo'yganmiz. Hozirgi obzorimiz 7 tushli motobloklarning narxlari bo'lib o'tadi. Ko'pchilik so'ragan original TX motoblogi komplektatsiyasida 4 qatordan 8 qator frezer, har biri bo'linadigan frezerlardan qo'yilgan. Har biri bo'linadi. 70 30 90 qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. TX motoblogini, original TX motoblogini Artblock bozoridan kelib, faqat Artblock bozoridan kelib 3 million 900 ming so'm evaziga kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Yo'q, menga ukam arzonrog'i kerak, puli yengilroq, men kamroq deganlar uchun shoshilmaymiz. Kreditga ham olishga shoshilmaymiz. 3 million 900 ming so'm evaziga kelib 7 kuchi 3 qatorli emas, 4 qatorli frezer bilan jihozlangan original zavod moli hisoblangan motoblogimizni xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Garantiyalarni so'rovchilar uchun 1 yilgacha zavodskoy defekt uchun garantiyalar asosida qilib beramiz. Atigi 3 million so'm evaziga kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. Avtomat motoblok so'rovchilar uchun, avtomat motoblok qiziquvchilar uchun olib qo'yganmiz. Mana avtomat motoblogimiz mana qisganda yuradi. Gaz rol bir xil bo'ladi, hammasi faqatgina farqi bularga nisbatan bu avtomat bo'ladi. Buni qissa yuradi, buni qo'yib to'xtaydi. Narxi 3 million 600 ming so'mga kelib, ocharlari bilan kelib xarid qilib olib ketishlaringiz mumkin. 4 qatordan 8 qator frezer, yana bitta ochari bilan qo'shib beramiz. Kimga kerak desa, katta motoblok so'rovchilar uchun yoxud zapchastlari kerak deganlar uchun zapchastlarni ham olib qo'yganmiz. Narxlari bilan qiziqayotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib kiringizlar. To'liq videosini narxlari bilan qo'yganmiz. Kimga kerak bo'lsa, Gusiza, salarkali, katta motobloklar, drabilkalar hammasini narxini YouTube kanalimizga qo'yganmiz. Kirib obuna bo'lib kiringizlar. To'liq videolari bor. Like, podpiskani bosib qo'yish esdan chiqmasin. Jonlaringiz sog' bo'lsin.